Hadicha onamiz Qurosh qabilasidan, o'zlari zodagon oiladan bo'lganlar. Ba'zi bir podshohlar, Mavlud Sharifda shunday keladi. Ba'zi bir podshohlar sovchi qo'yganda bosh tortganlar, turmushga chiqmaganlar. Lekin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 25 yoshlilarida Hadicha onamizning karvonlariga qo'shiladilar va Al-Amin, ishonchli degan laqabni oladilar Payg'ambarimiz. Hadicha onamizni o'zlarining takliflariga binoan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamizga nikohlanadilar. Xudo tabaraka va taolo Payg'ambarimiz aytadilar, dadalari tug'ilmasdan oldin o'tib ketdi. Onalari 4 yosh bo'lganda, bobolari 6 yosh bo'lganda vafot etib ketishdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir yetimlikda katta bo'ldilar. Endi yetim bola qanday bo'ladi? Undan bobosidan, otasidan meros qolmagandan keyin kambag'al bo'ladi. Xudo taolo aytadiki, "Vavajadaka a'ilan fa aghna." Sizni kambag'al holatda topdikda, so'ngra boyitdik deydi. Mana shu oyat-i karimani tafsirida ulamolar aytadiki, sizni kambag'al holatda topib, boy xotinga nikohlashlik bilan boyitdik deydi. Hadicha onamiz mablag' taraflama islomning ilk avvalida islomni yoyilishi va islomning quvvatlanishligiga juda ko'p hissa qo'shgan. Shuning uchun mana hozir ustozimiz To'g'ri ekan, qizlarimiz, nabiralarimiz Hadicha onamizdek bo'lib yursinlar. Hadicha onamizdek inshaalloh xo'jaylariga, turmush o'rtoqlariga motivatsiya berib turadigan, unga iymon keltiradigan, ularga chiroyli xizmat qiladigan bo'lsalar, inshaalloh maqsadimiz inshaalloh yaxshi bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Va yana bir gap, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam borliq bo'lganlarda